borayotganida ayiqni uyiga boribdi va ayiqdan so'rabdi. Ayiq, ancha yaxshi bo'ldingmi debdi. Ayiq voy, ha, bugun ancha yaxshiman beribdi javob. Va unda boramizmi maktabga deya aytdi. Ayiq voy esa yo'q, shoshmay turgin, men hozir bitta narsa aytaman deya men aniyada arilarning enasini ko'rdim va ularda asal borligini bildim. Ketdik u yoqqa deya aytibdi. Lekin yer juda ham uzoq ekan. Lekin o'z boshimcha Robi yugurib ketdi. Ko'p yuribdi, yugura boshlabdi. Keyin oxiri shu yoqqa yetib borgach, uni orqasidan ayiqvoy kelibdi. U Robi o'zicha cho'pni olib, arilarning enasini ura boshlabdi va oxiri enasi buzilib, asallar to'kilibdi. Robi ularni enasini olib, arilarni jahli chiqqanidan ularni quvala boshlabdi. Robi ariqqa yoniga yugura borar ekan. Ariqni yoniga yetganda o'zini ariqqa sakrabdi. Arilar esa jahlidan chiqqach, uyi yo'qligiga yana uyatashga tushdi. Robi suvdan chiqqach, uyi tomonga boribdi va maktab tomonga boribdi. Ustlari ho'ligidan kiyimlarini almashtira maktabga boribdi. Maktabda ustoziga kechikkanligini aytdi va kechirim so'rabdi. Ustozi nima bo'ldi debdi. Robi aytdi. Men qilgan ishimdan pushaymonman. Siz bilmaysiz, men qilgan ishlarim yomon bo'ldi.